Saida Shavkatovna Mirziyoyeva, Assistant to the President of the Republic of Uzbekistan. Assalomu alaykum hurmatli Turkmanistonli do'stlar, qadrli anjuman ishtirokchilari. Sizlarga O'zbekiston Respublikasi Prezidenti hurmatli Shavkat Mirziyoyev va butun O'zbekiston xalqi nomidan samimiy salom va eng ezgu tilaklarni yetkazmoqchiman. Men o'z chiqishimni buyuk turkman shoiri va mutafakkiri Maxtumquli Firog'iyning quyidagi hikmatidan boshlamoqchiman. Go'zume hergiz sensiz ko'rinmas jahon ey do'st. Ne jahon, belki tende bo'lsa gerset jan ey do'st. O'zbek va turkman xalqlari bir daryoning ikki sohili, bir daraxtning ikki shoxi, bir g'azalning ikki satri kabi yaqindir. Bizni nafaqat qo'shnichilik, balki asrlar davomida shakllangan qon qardoshlik aloqalari, umumiy madaniyat va buyuk tarix bog'lab turadi. Bugungi xalqaro konferensiyaning samarali o'tishiga ishonch bildiraman va uning natijalari bolalar salomatligini saqlash yo'lida imkoniyatlar eshigini ochishiga umid qilaman.